Mana mana shu televizorlar bozordagi eng sifati past, tufda, yaxshi ko'rsatmaydigan, даже 4K format deb yozib qo'yadi, 4K ham ko'rsatmaydigan, servisi sentri bo'lmagan televizor deb aytilyapti. Shunaqa deyilishiga sabab bu televizorlarning narxi oluvchiga foydali, sotuvchiga zararli bo'lganida. Misol o'rnida shu 3 ta televizorni ko'rsatib o'taman. 50 talik Monix televizori 4 million 29 ming so'm, 55 taligi 4 million 270 minglar atrofida, 55 talik WebOS varianti 4 million 700 ming so'mdan qimmat sotilyapti internet magazinlarda. Bozorga kelsanglar shu narxdan где-то 30 dollarlar atrofida arzonroq topsanglar bo'ladi. Rostdan ham aytilgandek, sifati pastmi yo yaxshimi? 4K formatda rostdan ham ko'rsatadimi desanglar, rostdan ham 4K formatda ko'rsatadi. Android upravleniyada bo'ladi shu ikkitasi. Голосовой upravleniyalargacha ham, Bluetoothlargacha ham bo'ladi. Bunisi даже WebOS operatsion sistemasida ishlaydi. LG ning официальный WebOS sistemasi. Garantiyasi 2 yil, 12 ta viloyatda официальный servis sentrlari bor. WebOS televizorlarning pulti Magic deyiladi, xuddi kompyuter mishkasiga o'xshab ishlaydi. Yomonlayotgan odamlarning gapini eshitib o'tirmanglar, chunki hozir men aytadigan narxga bu televizorlar bir emas, 2 marta arziydi. 4 million 29 ming so'm, ya'ni 309 dollar sotilayotgan 50 taligini 222 dollar. 4 million 219 ming so'm, ya'ni 324 dollar sotilayotgan 55 talik Android modelini 273 dollar. 4 million 799 ming so'm, ya'ni 369 dollar sotilayotgan 55 talik WebOS modelini bor yo'g'i 277 dollar qilib beraman. Bozorda narxiga ham, sifatiga ham aldanib qolmaslik uchun podpisatsiyani bosib qo'ying.